Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib boriladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 14-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11.985 so'm 10 tiyin bo'lib 12 so'm 75 tiyinga qimmatladi. 1 yevro kursi 13.923 so'm 9 tiyin bo'lib 71 so'm 8 tiyinga qimmatladi. 1 Rossiya rubli 148 so'm 86 tiyin bo'lib 1 so'm 34 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 91 tiyin bo'lib 9 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.